Voy shunaqa narsalar bormidi sizlarda, voy shunaqa zo'r yechimlar bormidi garderobga deb bizga ko'pincha mijozlar kelishadi va ularda uje mebel tayyor bo'ladi va bizani furniturani bir xil payt qo'yish imkoniyati bo'lmaydi. Shunaqa paytga bizni mana bunaqa yechim olib kelganmiz. Bu latoklar. Hozir ko'rsatib beraman. Bu garderobning latoklarni uje tayyor tortmaga o'rnatsa bo'ladi. Glavnisi razmerlari to'g'ri kelsa bo'ldi. Buni uzunligi 43 sm, enigi 15 sm bo'ladi va uch xil rangda. Bittasi oq bilan seriya aralashgan, ikkinchisi cho'mna seriya hamma yog'i va uchinchisi chetlari taxta va ichi seriya rangda qilingan. Hammasi juda ham современный stilni turadi. Va eng asosiysi bularni o'zingiz xohlaganingizcha tanlasangiz bo'ladi. Masalan, sizda ochki ko'p bo'ladigan bo'lsa, ikkita ochkili qo'ysangiz bo'ladi yoki soatlaringiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, unda soatga mo'ljallanganini olsangiz bo'ladi. Va albatta, kosmetika yoki bijuteriya qo'yishga ham o'zining spetsial yacheykalari bor. Bu videoni uyda remont qilayotgan tanishingizga jo'natib qo'ying.